Liksiyemiz ikincisi vatandaş. Bugün Çislağa 2023 yıl 1. ayının 10. günü. Haftaga seyşembe vatandaşım. Endi sizlarga so'zlaydigan liksiyimiz bu ikinci liksiya nima degan to'qotgan sizlarga mundaq degan edik. Amerika qudratli davlat, bu davlat oldida hozir Rossiya Federatsiyasi hojatmand bo'lib qoldi. Bu davlat oldida hozir Jungo Kompartiyasimi hojatmand bo'lib qoldi degan edik. Uning dalili sifatida bugun bir parcha leksiya kelibdi to'rbatga. Buning mavzusi bunday ekan, diqqat qiling. Qutqizib qola olamdi, qola olmamdi. Xi Jinping qutuldirib qilinglar deb signal tarqatdi. Mavzuli xabar 1. ayning 10. kuni Vanve torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu xabarni tarjima qilgan, tahrirlagan kishi Sona degan odam edi. Jungo Kompartiyasi qamal qilish siyosatini bo'shatib bir kun o'tgandan keyin, masalan, bo'shatgan kun 12. ayning 7. kuni qamalni bekor qildi-ku. Bir kun o'tgandan keyin 12. ayning 8. kundan boshlab Jungoning vaziri Li Keqiang Dunyo bankisi va xalqaro pul muomala fondi jamiyati boshliqlari bilan ko'rishib, ular bilan mung'lashib, shundaq va'da Jungo bundan keyin yuqori saviyalik echivitish islohotni endi yuqori saviyalik echivitish. Esingizda bormi? Echivitdi. Dunyo savdo tashkilotiga kirdi. Va'dalarni hech qaysini ijro qilmadi. Avvalgi prezident Trump davrida 4 yillik savdo urushi dal mana shu va'dadan ijro qilmadi. 4 yil Amerikalar savdo urushi qildi. Jungo bugun yana o'rnidan turib, yüksek darajada echivitish, to'liq echivitish Li Keqiang vaziri shuni deyapti. Xalqaro jamiyat qaysiga ishonish kerak vatandoshlar? Buni echivitimiz degan so'ziga ishonish kerak bu xalqaro jamiyat yoki dunyo savdo tashkilotiga kirib, bu tashkilotning nizomnoma qoidalariga amal qilmagan Jungo Kompartiyasining bugun so'ziga ishonish kerak. Mana ziddiyatmish, fikrmish demak, biz bosh nima dedik? Hozir Jungoning hojati tushdi. Amerika qo'shmishlar. Boshqatdi, chora yo'q, mangda yo'l yo'q. İqtisod gumron bo'ldi desangiz bo'laverdim shunda. Hozir Li Keqiang shundaq dedi. Yuqori saviyalik echivitish siyosatini yo'lga qo'ydi va tuzum xarakterli echivitishni muqim yo'lga qo'yib, texnik ko'p chet el savdogarlarining Jungoga mablag' solishini qarshi oladi. Mana bu hojat degan gap. Echivitish boshqa gap odatdagi. Endi keyinde bir cümle dikkat qiling, tuzum xarakterli echivitish. Bunun yoshirin ma'nosi sotsialistik tuzum bo'lsin, kapitalist tuzum bo'lsin, Jungo endi echivitidi. Yoki siyosat yo'li nima echivitidi? Abi yani siyosiy islohot olib boramiz demagan bo'lsa-mu, uning yoshirin ma'nosi yo'q keldirgan gap. Tuzum xarakterli echivitish. Bu ojiz tushganlikning yalvurish qadamini tashlaganlikning bir nuqtasi vatandosh. Bu 12. ayının 27. günü kelganda Jungoning Washington turishliq sobiq elchisi Qingang yaqinda u tashqi ishlar ministrligining ministri bo'lib tayinlandi, vataniga qaytdi. Shundaymi? Shu bosh elchi bo'lib turgan vaqtda 12. ayının 27. günü Amerika Davlat manfaati mavzuli jurnalda bir parcha maqola e'lon qildi. Jungo bu maqolaning mavzusi Jungo dunyoga qanday qaraydi? Yoki Jungoning nazaridagi dunyo qanday qaraydi? Mavzuliq maqolada mundaq uchur tarqatdi. Qingang kapolat berib mundaq dedi. Bosh elchi vaqtida. Mundaq dedi. Jungoning taraqqiyoti nihoyat zo'r. Tinchlik kuchini taraqqiy qildirishdan darak berdi. Bu gapni ko'ring ha. Jungoning taraqqiyoti desak, bu taraqqiyot Jungoning tinchlik bilan taraqqiy qilishi yoki tinchlikni taraqqiy qildirishdan darak berdi.
Gepim var deb qilaversa bo'laverdi. Chunki uning kendi kuch vardı, harbiy kuch va davlat kuchi vardı. Shundaqmi do'stlar? Sen tinchlik bilan taraqqiy qildigan odam hozir mustamlik Uyg'uristonda nima qilyapsa? Uyg'urlar qanday qirg'in qilyapsa? Uyg'ur degan bir millatda qaysi kuniga tushirib qo'yding? Mushumi tinchlikmi? Yoki sening tinchligingning asosini yaratgan ish Uyg'urlarni tugutish, Uyg'urlarni yo'qotish, ondan Jungo tinch bo'ladi, Jungo tinchlik bilan taraqqiy qilgan bo'ladi degan gapmi? Nima? Lekin dunyo bundan qanday qaraydi? Bu gapga ikkinchi gap hozir biz tahlil qilyapmiz sizga vatandoshim. Tinchlik kuchini taraqqiy qildirishdan darak berdi. Hargizmi boshqalar aytgandek hozirgi holatni buzg'uchi davlat bo'lib qolmaydi Jungoda. Hozirgi holatni buzg'uchi davlat bu yerdagi hozirgi holat Tayvan bo'g'izdagi hozirgi holatmi yoki dunyo sistemasi yoki dunyoning demokratik qurilmasi yoki dunyo tartibi o'tgan dedik. O dünyanın tertibi, yangi tertibi degan so'zlarning negizlik ma'nosi demokratiya va erkinlikni asos qilgan tartib, dunyo tertibi. Buni buzg'unchilik qilishmi yoki zadaqanlab buzg'unchilik qilish? Buni chet elliklar shundoq deyishdi, Jungo buzg'unchilik qilyapti deyishdi. Bu yerda Chingang deydi, biz unda qilmaymiz dedi. Chingang oxirida ogohlantirib mundaq dedi. Mundaq dedi, bu so'zni nochiligiga qarab turadi. Nima deydi? Agar kishilar demokratiya bilan mustabidizmni tanlab olish tarafdan dunyoga nazar, tanlab olish tarafdan dunyoga nazar tashlaydigan bo'lsa, kechiringlar. Ular parchalangan raqobat ichidagi va to'qinish ichidagi bir dunyoni qarshi oladi. Demek demokratiya nima, mustabidizm nima, dunyo shuni tanlab oladigan bo'lsa, masalan, erkinlikni tanlab olib, mustabidizmni chetga qoqadigan bo'lsa, ya'ni Chingang nima deyapti? Bundan keyingi dunyo raqobat ichidagi dunyo va parchalangan dunyo, to'qinish ichidagi dunyo. Men to'qinish paydo qilaman, men dunyoni parchalayman va dunyoni raqobatga so'rab kiraman demoqchiman. Chingangning bayonoti shunday qildi, ma'ni shu da vatandosh. Demak, bu ogohlantirishlar emas, Chingang dunyoga tahdid solayotgan gap. Hammasi yuz berdi, agar mancha qilsam, hammasi yuz berdi. Dunyo parchalanadi, yuz berdi. Dunyo raqobat ichiga tushib qoladi, yuz berdi. Dunyo to'qinish ichiga kirib qoldi, yuz berdi. Ya'ni Jungo mushu maydonda turib, dunyoga muomala qiladi demoqchi bo'lyapti vatandosh. Agar dunyoni bir o'rtaq gavda deb taniydigan bo'lsang, undaqda ular echivitilgan, hamkorlashgan, o'rtaq g'alaba qilgan yo'lning natijasini tanlab olgan bo'ladi. Agar bunda tanlamay ikkinchi bir yo'lni tanlasang, o'rtaq boy bo'lish, o'rtaq gulinish yo'lini tanlab olgan bo'lsan, o'rtaq g'alaba qilish yo'lini tanlab olgan bu tahdid, dunyoga solayotgan tahdid o'tamiz. Endi bu yerda savol qo'yibdi, yozuvchi nima deb savol qo'yibdi? Mundaq echivitilgan hamkorlik tashabbusini yo'lga qo'ydi. Zodi nima? Jungoning maydonini shundaq tez o'zgartdi. Washington kuzatuvchi gazetining muxbiri Simon mundaq ko'rsatdi. Bu demak, Jungoning iqtisodida masala chiqdi deganlikdir. Biz baştalikka çağının tashabbusini ko'rdik, shunaqmi? Endilikda Simon efendining yozgan maqolasida hozir Jungoning iqtisodi tugashdi deydi. Xi Jinping dal hozir xalqaro jamiyatga Jungoni qutuldirish to'g'risida signal tarqatdi. Muxbir Simon mundaq hisobladi. G'arb davlatlar endi Jungoga yordam qilmasligi kerak. Muxbirning xulosasimi? Undaq bo'lmaydi ekan Jungo, ya'ni kayniga qaytib yoki boy bo'libla g'arb dunyosini tishlaydi. Bu muxbirning fikri. Endi hozir g'arb davlatlari Jungo bilan bo'lgan savdo asosiy jihatdan tugashdi demasakmi, asosiy jihatdan bir yo'li bor. Eng oxiri tunugunlardan Yaponiyaning Toyota Acura belgilik mashinasozlik zavodi
butunlay Jungodan chekinib chiqdi. Tuni biladi. Birinchi bo'lib Jungoga kirgan shirkat bugun eng oxirda, ya'ni eng oxiri bo'lib Jungodan chekinib chiqdi. Toyota, Acura tuninki. Endi hozir Jungo bilan bo'lgan iqtisod xalqaro jamiyatning munosabati shu, Qing'angning ogohlantirishi orqali yig'ib aytganda boshqa gapimiz nima edi? Rossiya Federatsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarga hojatmand bo'lib qoldi. Cumhur Xalq Cumhuriyati Amerika Qo'shma Shtatlarga hojatmand bo'lib qoldi. Xi Jinping o'zi o'tirg'i chiqib, meni qutuldiringlar, Jungoni qutuldiringlar. Ya'ni gapning uzoyi iqtisod tugashdi. Mushu iqtisod tugashayotgan paytda Jungoni qutuldiringlar deydi. Hozir vaqti kelganda so'zlaymiz, o'tanlashim yetar. Amerika Qo'shma Shtatlari shu kungacha Jungoni 7 qatim qutuldirdi. Shu 70 yil mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlari 7 qatim Jungoni qutqizib qoldi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlariga, davlat majlisiga, Amerika siyosiy yo'llari shundoq deymizki, endi yetar. Endi yetar. Jungoni qutuldirib qolish endi yetar. 7 qatim. 7 qatim qutuldirib qoldi. Birinchi qutuldirib qolishni aytaylik, vaqti kelgach so'zligicha Yaponiyaning Jungoni mustamlika qilishidan Amerika Qo'shma Shtatlari qutuldirib qoldi albatta.